Assalomu alaykum, Umid Rashidov kanali kuzatuvchilari, paroda mollar ishqibozlari. Bugungi video roligimizda Rossiyadan kelgan parodali mollardan video rolik qilamiz. Kimga agar narxlari qiziq bo'lsa va ma'lumotlari sizlarga qiziq bo'lsa, bemalol videoni oxirigacha ko'ring. Kelib, agar ma'qul bo'lsa, sotib olishlaringiz mumkin. Bu mollarimiz Termiz tuman Center Kamazda. Kirib kelish yo'lini qisqacha tushuntiraman. Tushunmagan joyingizda esa pastdagi nomerga aloqa chiqib bemalol to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Kirib kelish manzilini M39 yo'li, agar Angor tomondan kelsangiz, Termiz o'tani oldidan razvorot qilib namunaga burilish yo'lidan 2 kilometrcha yursangiz, sherda charxpalak bor. Charxpalakdan kirib kelasiz, qolgan joyini to'liq o'zlari tushuntirishadi. 3-4 kun bo'libdi, mollar kelib tushganiga sal charchoqlari bor hali. Rossiyadan kelgan. 18 dona qolibdi. Simental, Grenford va mana bu yoqda bitta Mickey Mouse'imiz bor. Mana. Mickey Mouse'imiz bor. Mollar sotiladi, o'rtoqlar. Oldin ham eslaringizda bo'lsa, Grenford g'unajin sigirlari keluvdi. U 2 kun, 3 kun ichida tugab ketdi. Bozorlardan chiquvdi. Mana Grenfordimiz. Mana bu ko'rishingiz mumkin. Bularda narx-navosi bilan hozir qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Mollarning narxlari qimmat bo'lganiga sabab mana shu paroda mollarni ham yoki jaydarini ham narxlar ko'tarilib ketgani, mana bu rubl ko'tarilib ketdi, rassamochka ko'tarilib ketdi. O'shaning hisobidan parodali mollarimiz ham narxi ko'tarilib ketgan. Gaplashdik hozir. Oluvchilarga sotiladi, 23 milliondan boshlanadi, narxlari 35 milliongacha baho qo'yilyapti. Kami bor, yana ham savdo qilib olasizlar. Aytganimizdek charchoq bor hali mollarda. Rossiyadan endi kelishdi ham o'zi bo'lmaydi. 2 kun 3 kun yo'l yuradi. Undan keyin Toshkent chegaradan qolib ketadi. Bemalol ko'ringlar. Kimga agar ma'qul kelsa narxlari, pastdan nomerlar qoldiramiz. Aloqa chiqib gaplashib olishlaringiz mumkin. Sog'lom, yeyishi, ichishi hammasi zo'r. Yeb turibdi. Bularda endi joni dili silos. Silos bilan kepakni berib, Xudo xolasa avgust oylaridan boqishga olsangiz, hammasi suyak o'sib zo'r bo'ladi. Bular dorikonlar qilinganmi? Hammasi qilingan-a? Bu yerda hozir kasallik yo'q. Sog'lom hammasi. Mana shu Grenfordchalarimiz 23 milliondan boshlanar ekan. Yana ham savdosi bor. Bo'ylari 1.10 cm. Aytilgan narxdan kelishtirib beriladi. Balkim ustiga ko'proq narx qo'yib aytilayotgandir. Endi 20 million bo'ladi, 18 million bo'ladi. Qancha bo'ladi, uni savdosini kelishasizlar. Biz savdosiga aralashmaymiz. Mana shular. Xullas bir 4-5 ta bor. 23 millionligi, qolganlari 35 milliongacha. Mana shu nimani bitta ko'rsatib o'tib ketayin. Mickey Mouse'ni. Juda ko'p kishi mana shu Mickey Mouse'larga qiziqadi. Ko'rsatamiz. Bemalol kelib, telefon qilib, bog'lanib narxlarni kelishib olasizlar. Hozir xullas gaplashdik, narxlar nima bunday ko'tarilib ketgan desak, million rubl ko'tarilib ketilyapti. Buni juda ko'p kishi xabar bor, rubl ko'tarilib ketgandan. Shuning hisobidan mollar ham qimmat kelib tushyapti. Ular ham endi o'zini choy pulisini qo'yadi, baribir sotadi, hamma tirikchilik uchun. Negativ kirish shart emas, narx qimmat ekan, arzon ekan deyish. Ma'qul kelsa kelib gaplashib olingizlar. Mollar. Bu simentalar shoxli variant hammasi. Mana bular shoxsiz. Mana Grenfordimiz ham shoxsiz, Mickey Mouse'imiz ham shoxsiz. Targ'ilan bor. Xullas aloqaga chiqasizlar. Qisqa videolari Instagram kanalimizda bo'ladi. Nasib bo'lsa yana yangidan yangi partiya mollar kelsa, kanalimiz orqali kuzatib borasizlar. Albatta, o'ng tomoningizda podpiska tugmasi bor. Bitta bosib qizartirib qo'yingizlar. Chap tomonda esa like tugmasi bor. Ma'qul kelgan bo'lsa like ni bosib qo'ying. Ma'qul kelmagan bo'lsa albatta dislike bosishingiz mumkin. Ixtiyoringizda. Rahmat e'tibor uchun.